Assalomu alaykum mehribonlarim, yaqinlarim, Allohning yaratgan quli, payg'ambarga ummat bo'ling. Yaqin jigarlarim, kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Kirib kelgan juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh yetkizganiga shukr. Endi yil shu kunlarga ham o'ynab kulib yetayik. Farzandsizga farzand bersin, davlatsizga davlat bersin, iymonsizga iymon bersin, insofsizga insof bersin Rabbim Alloh. Hammamizdan ofiyatini artmasin. Yaqinlarimizning, mehribonlarimizning, bolalarimizning yomonlig'ini dog'ini ko'rmayik. Yaxshi kunda, yaxshi hayotda, to'y tomoshada uchrashish nasib qilsin. Mehribonlarim, yaxshiyam borsizlar, sizday jigarlarim, singillarim, aka-ukalarimni berganiga Allohga ming qatla shukr. Rabbim o'zining yo'lidan adashtirmasin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Xayrli tong, omon bo'ling.